Assalomu alaykum. Bugun biz firibgarlikni bir kichik bo'limi to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni firibgarlikni o'zini butun bir okean deydigan bo'lsak, uni bitta irmog'i bo'lgan qarindosh urug'lar orasida va tanish bilishlar orasidagi firibgarlik to'g'risida gaplashamiz. Afsuski, oxirgi paytlarda tanish bilishlar va qarindosh urug'lar orasidagi firibgarliklar bo'yicha bizga murojaatlar ko'payib bormoqda. Mana bugun ham xuddi shu masalada murojaat bo'ldi. Odamlar ba'zilar tashqaridan odamlarni aldolmaganligi uchunmi yoki o'zinikilar ko'proq ishonganligi uchunmi, afsuski tanishlarni, qarindosh urug'larni yoki oshna og'aynilarni sinfdoshlar o'rtasida, bojalar o'rtasida, qo'shnilar o'rtasida, eski tanishlar o'rtasida yoki bir necha yildan beri bir joyda ishlayotgan xodimlar, ishchilar o'rtasida firibgarlik jinoyatlari, holatlari bizga murojaatlar ko'payib bormoqda. Bunaqa paytda ehtiyot bo'lish kerak. Buni eng salbiy tarafi, bu narsa kelgusida eng muqaddas bo'lgan ishonch degan tuyg'uni ham yo'qolishiga, ya'ni ayniqsa o'zini o'sha tanishligi, qarindoshligi, yaqinligiga nisbatan ishonchi yo'qolishiga ham olib keladi. Hatto shunaqa holat ham bo'ldi. O'rtaga pul aralashgandan keyin ota va qiz o'rtasida ham mana shunday kelishmovchilik holatlari bo'lgan holatni biz ko'rdik. Bunday ehtiyot bo'lish kerak. Albatta ishonmanglar, yordam bermanglar demaymiz. Pulni berayotgan paytda kelgusida shu puldan voz kecha olsangiz bering deb tavsiya qilamiz. Shu puldan voz kecha olsangiz, qaysiki bersa qarz, bermasa, nima deydi, oddiy tilda aytganda sadaqa. Bermasa ham munosabatimizga ta'sir qilmaydi degan summa bo'lsa bering deymiz. Bo'lmasa yaxshisi bermang. Berib turib yomon ko'rinib, kelgusida qarindosh urug'larning ichida bir sammanga borib, yuz ko'rmaslikka borib, to'y marakada yuz-yuzga tushganda, ko'z-ko'zga tushganda bunaqa holat bo'lgandan ko'ra bermanglar deymiz. Endi ko'pchilik tavsiya qiladi, yozma ravishda boshqa, bu farqi yo'q uni. Yozma ravishda qilasizmi, boshqa qilasizmi, niyati buzuq odam bermayman desa bermaydi. Mana shu joyni hisobini olish kerak. Avvalambor niyati buzuq bo'lmasin deydi-ku. Endi ba'zi holatlarda mana bugun ham shu bo'yicha gaplashdik. Bir tanish ikkinchi tanishdan nima deb olgan? Umriga ketyapman, pul yetmayapti, berib turdi bo'lganda, qarang, odamlar qanchalik nozik nuqtalarga ta'sir qiladi yoki mana o'tgan hafta bo'lgan bir holatda bizga murojaatda yonidagi xodim birga ishlab turgan inson, onam kasal bo'ldi, operatsiyasiga pul juda ham zarur deb bo'lgan. Yoki qarindoshlar, endi hamma ko'pchilik bir-birini biladi-yu, o'zbekchilik baribir oiladagi holatni boshqani biladi. Misol uchun biror bir narsa dehqonchilik qildida, dehqonchiligini endi pulini yig'ishtirib olganda qarindoshlar kelib qarz so'raydi. Menga berib tur, yoki kasallik iziga tushib qoladi, boshqa bo'ladi, juda zarurda ana uyda mavjud deydi yoki mol hol o'stirdi yoki yana nimadir bo'lib, o'sha pul paydo bo'lib qolganini qarindoshlar biladi-ku. Bilsa bo'ldi, kelib qarz so'raydi, keyin uni qarz deb oladi, keyin qaytarmaydi. Natijada qarindosh urug'lar o'rtasida ko'ngil sovishlar, boshqalar bo'ladi. Yo siz qat'iy turing, yo bermayman deng, yoki bersangiz ham kelgusida qaytarib olmasangiz ham xafa bo'lmaydigan, sizni iqtisodiy, ijtimoiy holatingizga ta'sir qilmaydigan, kayfiyatingizga ta'sir qilmaydigan bo'lsa berishingizni tavsiya qilamiz. Bo'lmasa qat'iy turish kerak, yo bermayman deyish kerak, mayli qarindosh bo'lsa ham. Yo men muhtojman, yordam berish kerak, endi shunaqa paytda yordam bermasa qachon berasan deydigan bo'lsa, agar bera olsangiz bering. Lekin yordam sifatida berdingizmi, endi kelgusida yo'qotilishga tayyor turing. Qaytarib berishi ham mumkin. Qaytarib berayotgan qarindosh urug'lar, tanishlar, boshqalar juda ham ko'p. Odamlarning o'rtasida. Mayli u vaqtingizga qo'yasiz, pulingizga qo'ymaysiz deydi, ba'zi birovlar boshqa deydi. Lekin bermaslik holatini biz ko'pincha nimadan bilamiz? Yillar o'tadi-da, olgan puldan bir so'm ham qaytarmaydi. Misol uchun 20 ming dollar oladi-da, 100 dollar ham qaytarmaydi. Endi odamlar bor, misol uchun o'sha 20 ming dollar bilmayman, o'sha qancha bo'lsa ham so'mda aytsak, misol uchun bir 200 million, 300 million pulni oladi-da, mayli 1 yilda qilib beraman deydi, 1 yilda qila olmaydi, 1,5 yilda qilib beradi. Lekin u uzib keladi.
oyma-oy 30 milliondan beraman deydi. 30 milliondan emas, 10 million, 15 million, 20 milliondan berib keladi. Unda ham biz aytamiz, yo'q bu firibgarlik emas, bu berib turibdi, faqat o'sha iqtisodiy ahvolini sal to'g'ri hisobga ola olmagan, iqtisodiy bilim deymizmi yoki o'sha paytda sal tushum kamaygan bo'lsa kerak deymiz, lekin u berib turibdi. Bu boshqa gap. Umuman bermasa-chi desangiz, umuman bermadim. Bu katta ehtimol bilan firibgarlik berish niyati yo'q deymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana qaysi mavzular sizlarni qiziqtirishini kommentarlarga yozib yuborsanglar, o'sha mavzularda o'zimizda bo'lib turgan misollar bilan, amaliyot bilan va nazariya bilan bog'lab, xolisona tushuntirish harakatini qilamiz.